Men hozir kambag'alman. Oxirgi payt sizlar ham sezdinglarmi? Narxlar shu darajada baland bo'lib ketganki, eng arzon narsangiz ham hozir qimmat. Misol uchun, karantinda 1,5 litrli Pepsi'ni men 8 ming so'mga olganman. Hozirda 16 ming so'm turibdi narxi. What the fuck, buncha qimmat bu? Otishtaja, hayvonlar! Bizning davrimizda maktabda to'g'rida xodokxona bo'lardi. O'sha xodokxonada 500 so'mga xodok olganimni eslayman. No da ertasi kuni отравление bo'lganman. No. Zato qorin to'ygan o'shanga. Instagramda motivatorlar ko'payib ketgan, yana nima deydi? Siz pul yig'moqchimisiz? Siz pulni ustidan ishlashingiz kerak. Siz o'qishingiz kerak. Pul yo'q bo'lsa qayerdan o'qiymiz, to'g'rimi? Aytinglar o'zlaringiz ham. To'g'ri plus jo'natgandan ko'ra haqiqatni basharasiga aytganimiz yaxshi. Narsani yemsin, oldingi pullar barokatli bo'lganmi? What the fuck? Oldin 200 ming so'mga bilasiz, butun bozorni sotib olib kelardingiz-da. Hozir 200 ming so'mga hech nima bermayapti. Sizlar kuniga qancha pul ishlatasizlar? Iltimos 30 ming, 40 ming ishlataman demanglar.